10 ming. Ammo necha pulga sotaman? Tiralgani shu bo'lsa, reklama qilib beraman. Xizmatimga 100 so'm olaman. 9900 deb mayli reklama qilib beraman. Mashinangiz haqiqatan zo'r ekan. 9900 ga inshaalloh bir deganda sotaman. 200 qilib beraman. Pul bo'lsa bering. Barak. Qancha qo'shay? 100 so'm. 9300. 7 ta oldiga qo'shib qo'yasiz, pachka bo'ladi. Bering. Pachkadan bo'shaman. Unda 9900 ga bering, reklama qilib bering. Yaxshi narx bo'lyapti, yomon narx qilayotganim yo'q, yerga urganim yo'q, pachakilaganim yo'q. Bering. Sizga 9800 deyapti. 100 so'm xizmatimga olyapman, rozi bo'lsangiz. Baraka. Baraka. 9900 dollar bo'ldi. Malibu bar, Malibu sidenka, Malibu rul, tonirovka ruxsatlari qancha bor? 7-8 oy bor ekan. Pashta yangi ekan. 4 ta yumshoq balonlar, 908 pult qo'yilgan. Gazimiz 100 talik, 100 talik temir gazlari bor ekan. Bitta aybi oluvchiga ko'rsatamiz, qirilgan ekan, rasmlari turibdi. Mana shu yerda shunday qirilgan ekan, ichiga umuman o'tmagan. Shu aybi 9900 bo'ldi. Shikolat narx bo'ldi. Hozir bunaqa narxga aniq boshqa joydan topolmaysizlar.